Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchilar. Bugun biz sizlarni tanishtirmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, hayotining ko'p qismini parashyutdan sakrashda xatarli ishlarga otib o'tgan bo'shliq arkisi deb nom olgan Ahmad O'g'boy bilan Samad Yekboy afandim. Meni marhamat. Ya, hamda bu arpalar kelganda, lekin men o'zimlarda antina var ekan, parashyut elinib qolib ketdi. Ya, o'zim bu chu elinib qolib. Ya, to'g'ri, men sana tushuntiray. Asli boshlayman. Men qutquzay degan. Qutquzayda oldiga bo'lsam, xadan bakchiroylik esib qapti shaparamda, misol. Shuni bilan ham jo'qimda shalaqali telefonni chiqardim. Chiqib, pas chiqish bo'yicha chembraklarga yo'l o'tib, o'ylab bo'lsam qutquzmoqdimi? Voy, men buni qutquzishim kerak deb oldiga bo'lsam, shuni gop deb chiqib Yordamlamagansiz? Ya, bakmi yarib ketdim, tunji qatimda qo'ya qilishim. Tunji qatimda. Biz davom yetilib qolib, Shu. Təcrübəli parashyutchilar, endi xalq sizlarning mush parashyutdan sakrashda xatarli ishqa nima bo'lib qiziqib qolganliklarini bekmi bilgisi bor ekan. Shu vajdan sizlarni taklif qildik, shu yoqsiz deb aytgan bo'lsam. Bu menda bunga senga. Endi bunga Endi men desam Hadigina. Qasimizda edi sizlarcha. Ahmad O'g'boy afandim bo'lsiz. Bu aeroplanning parashyut sakrab qo'yishga qiziqib qolishim. Bir qatim o'sha opam bilan dadam so'qishib qoldi. Yomon qattiq so'qishib ketdi. Odatda bo'sh so'qishmaydi bu. Shu. O'sha onam dadamning saqildan tutib, o'yini yomon piqirtiribdi. Yomon. Bir yomon o'tirsa bo'lsa. Odatda keyin gapirsiz. Ayrim deysiz, ayrim. An shuni bilan dadam og'ir chidamay, g'azab nafrati bilan yugurib derazadan kechib ketdi. Deraza uchib ketdi-da. Voy, bu dadangiz demishqa eshikdan qochmay derazadan. Ha, shu emasmi? Ya, burun eshikdan qochibdi. Onam uningdan keyin eshikni itib olib so'qishib qoldi. Dedim, "Voy, yomon xotinlar bor." Dadam derazaga chiqib Bu dadangiz derazadan sakrashga yordamlanda? Gap qilgansiz, qaram. Bu dadamning yomon adam. O'sha uy asılmış birinci qavatdan oldi qimmatli pul vaqmay. Yana kelib deraza ko'pdan da bor. Shu yaniki do'shatki yo'q. O tarafdan xotirjam Shu. Uning ustiga dadam to'la sakar tajribasilar qoldi, bak yaranib ketmakka. Asos maqsad kelsak, sizni bu kasb qiziqib kelishingizni nima sababchi? To'xta, oldimda hozir siz mushu munosabat. Asosiy maqsaddan mishyadan boshlangan qani, men gapimning oxiri quloq solaman. Endi bu dadam bilan ham yana so'qishib qoldi. Yana so'qishib qoldi. Voy, bu opangizlar dadangiz kuni so'qishanda? Voy, ya, shu nashining oldida so'qishib qo'ydi. Qadinasi emasmi o'zi? Shu bu qatim dadam opamning, yo'q, opam dadamning. Yana shu saqildan tutib. Ya, bu qatim saqilni dadam tushib o'tibdi ekan. Bunidan tutib oldi. Kimdir ixtiqat qilib. Shundan bilan dadam oxir g'azab nafrati bilan oxir erkakligini ko'rsatdi. Nima ish qildi bilasizlar? Nima deb? Mana qo'loq tuyga anangni kishi. Anamdan quldan silkib o'tiblar. Yugurib yana derazani saklab. Derazani sakladi. Neyse, bo'ldi ki o'zingiz bizning dadangizni bu tunji qatim sakrish bo'lmagandan keyin bakni yorib. Shu. Gapmishada. Bu qatim o'xshamaydi qayeri. Uydagilar cho'ng opamlarnikini uzoqlashgan. Bu cho'nglarni oldida so'qishib. Shu emas bu. Cho'nglar qo'rqib ketyapti. Qo'rqib. Qanday gapini qo'yanglar. Cho'ng opamlarning 6-qavatida. Dadam. Voy dadam. Ana, men İşimga ketdi bundan. Voy xafa. Dadam. Dadangiz shunday qilib. Dadam. Balam. Buningdan keyin herkes parashyutni qashimdan ormagan. Davomli hozirning qashimda parashyut olgan bo'lsa, men herkes bunda olib ketmaydi. O'sha deb o'qamoqda deb oxirida bir qism Shu bo'lsin. parashyutni o'zingiz ayirlabsizda. Shu. Gerçi erkak tugan bilan ko'nglim bir to'qqalan. Bunun üstü benim uyarımı igizde. Go'sulda. Şuna Pavquladan da ayolimizni so'qishib qolsam, men derazni qo'yib saklayarak men. Asosan men Siz mi ayolingizga chiqib derazani sakrabsiz?
Oy, ben dadamda axloq olsa paraşüt. Aqllama bu. Davomli paraşüt lazım işimiz. Sinov etkisinden shug'ullanishingiz nurg'un tragediyalar Yig'ilib ketamiz. Tamamız mı? Endi Sanat Yekbay efendim. Sinov etkisinden shug'ullanishingiz nima sababchi? Endi bunga sal tafsiliyroq so'zla ya. So'zla ya da. Digina, hammanda. Bundan gel. Aslında ben paraşütçü buluş niyetim yoktu tamam. Ben aslında damlıq bir naqsh olmadı. Ovozi bak yaxshi. O anladı gap yo'q. Ovoz bak yaxshi. Nima qabiliyatim bor-da? Voy bomantiki. Das bak ya bu. Unutma. Beşi koyma. Beşi koyma. Keşke anlatma. Beşi koyma avazım yok öyle. Şimdi onun Ahmet'ten Ravak'a şahit idim ben naqshida. Desene Ahmet Ravak'la. Şu Ahmet'ga bizim aldiki. Bekmeş kılın naqshini. Bekmeş kılın. Ayak alan. Bekmeş kılın da. Şimdi ona oylab kaldım. Her ulug' var bilan Allah hukm sürdü. Bilsem arkadaş, beldeki asasen kürenmedi abiler. Kürenmedi, uxmaydi abiler. Çoğ, mayqatın. Çoğ, ki bir naqsh kişilik ötküzeydi. Hem yakın keldi. Şuna bilan ben bu planımni o'zimni yaqin birodarga Ahmet O'npayga dedim. Adashmishlar gapni deb qo'lga qo'shilmay asosab, qo'lga qo'shildi. O sen bu ovoz bilan naqsh kişilik ötkazsan qanday bo'lar? Böyle Çitilmaydi, çitilmez kuylar. Oy, şunda yaxshi ovozim bo'lsa. Anadan keyin voy nima ish naqsh o'qisam, nima naqshlar naqsh o'qib, yuzim men naqsh o'qisam, o'qimasam isrof bo'lib ketaman. Ana sen bu set ovozim bersin, quloq bersin, yerime buni o'qib beraman. Hadi men uni mayuslandim, qat'iy mayuslanmadim. Nima ish qildi deb ya? Endi o'zingiz bilasiz bizda donlab, qozon qadamdan keyin albatta yaxshi yomon gaplar bo'ladi. Shu men ashula o'ylab naqsh kishiligimni o'tkazaverdim shu. Nimalar ko'p kelganda. Oy kamatdik. Amaldagi bir qirg'idaydan 5 kucha 4 tane chiqaqtas kapitgan bilasan. Sizni qildingizmi kechirigingizni? Oy bu uyga adam deganda pular olmaz. Siz uyga pul olasiz. Uyga do'ysiz siz bu kechiring. Tushunmabdi adash. Digina, Mana nima aytadi bu? Askar o'tayman. Bizni bakchon. Shu ne? G'azabchon. Bekçon. O'ylisi bakchon. Bekçon. 100 dan eshak baqlasin qatapatdan. Eğilim alı bağlı. Akaptaxına dedim. Andima ya. Andima. Andima. Voy kila. Gapning bilib ketgan. Nega kila? Voy, ida tamam. Shundan men naqsh kishigim chiqib, butun vujudim bilan haqiqiy men naqsh kishiligimga chiqib, butun vujudim bilan, butun hissiyotim bilan naqshni o'qib ketdim. Alqış cevaplar yangrab ketgandi. Acayip ha. Ben beşim kompakti okuğanda da bu naqshni. Şu naqshni biraz çaldım tasdiq etdim. Sen de demiş qalpoq kiyolsiz. Ana demey degan, demey. Uxmaydi, ya demesam tushunmaydi, qanday tushunib qoldi. Digina. So'rab qoldingiz. Bek taqlib ketmasa bu. Televizor chiqmoqchi. Ya. İlgari siz bilmaysiz, biz Irak'taki uyan qo'yilgan ovozimni böyle sıraplab ketmasin uyda. Kechgacha xotin qulaqrashqa, xotinning o'zini boshqa yerda ketmasin deganda, bilakka uyan qo'yib chiqqanda, uyan qo'yib chiqib, naqsh deganni o'qib ketdimi? Ammo shirkayib o'qitdim naqsh. O quvvatda qanaqasam dast gulli chiqibdi. Gajil bir qurpog'on gulli chiqibdi. Hozir chashib qo'ydim ekan u. Mayli, ko'nglim tushundimmi? Ko'nglim tushib, naqshining naqshi bak ta'sir qilib ketdimi bilmadim. Qo'ldagi banan o'sha bugina shapaqlida etib satdi. Aslida bu qatam bu ishlar bir tragediya yuzib qolmasin-da. Endi bizda bu davlat qadamni yorilib qolsa sizlar uchun bir zo'r yo'q shular qarshida var. Yani şunun için üzerinde sil üçün avaylı. Üzerinde oynasam avaylımsam bu bitti. Xalq üçün avaylı. Şunu alıp kapaq yiyip çıkışını bir mesaj şu. Lekin shu qatam siz o'ylagan ish yuz berdi. O qatam ondan şükür. Lekin qiziq, ondan şükür. Sen var. Naqshini o'qib, men odatda hissiyotni tashqi chiqish uchun ko'zlarimni o'qiyman için. Shunda o'qib ketibdim, men naqshini o'qitdim. Ko'zimni ochsam senda hech kim yo'q. Kallamga kelmagan xiyollik keldi. Nima ish bo'lib ketganda, balkim sahnaga topmay o'zligi chiqib ketdi. Kecha chiqsam sen o'zim degan. Sahna quluqi dar qo'yilgan yani. Kecha chiqsam, hammasini qo'loqlarini qo'lab, bisdan qon chiqib, biz nima desam, sen bu sat ovozi bilan agar qo'mish qilib turganda
Maymak ağzından nakşı okanlar desek, oku ağrımızda Nur Bilen'in kola perdesini tişivattan saçalar. Bu bütün hayatını nakşı katıp, nakşı da bedişlep, hep buzu alayken dedim. Şu nakşı katıp desem, halk mamuşu da cevap kaydosu bulanıp da, oynat bakın bakıyoruz güleler de. Maksalık maytın. Ne kalap der, maksalık maytın. Sen küley ya. Şunu olan, könglen belki yerim oldu. Şönçe tirişimle, cilim nakşıma aşk kılıp, müce adamdaki eğazgidek nakşı okuyayım baktım. Eksen içime nakşam bir yerleri sancılıp gitip durumdan ki kolaklarım. Derhal ayağım isim yaptı bu vakitte. Ayağımı bir derdimle döküp, sen yengilli olay diyen maksette, öygüvadım taşma. Öygür bu, yakottan, derdim var. Men al derdim basam, hey, men aldıra işte, katacığım batı, deyip ketti. Umuqantı? O ketti, o bede. Men kaçan kadın tayak yaptım. Kaskada kılımını koşak olayım. O, açıp atlarım. Şunu ola ayağım ketti digine. Ayağım ketti bana. Oylap baksam, derdim tökede kendi bir adamın bayken. Dünyalık birden bir helak. Oğlum çay yapan. Bek eski tasavvur. Bek eski. Şunu olan kızlar bir balam, derdim ba. Desem, Xudayım bergen bir telefon olsa, va, muşta, kalıp, elqi, nima bu? Aşını alımdımlar gap yok. Onundan mı cevap çıkmadı, teselli çıkmadı. Zarlangan yürgüm, kayıp zarlangan. Ahmet ne bileyim bilmem sen. Ölü iş oynadı. Anda kama, Ya, ben öyle olmakçı. Anda kama, anda kama. Ya, şu vakta. Mazeriniz, şu vakta. Ya, hadi, manvay sadık. Öyle iş oydum. Talağa çıksam şaryan buraya koy gitken. Men ovadım, meni yürüp değil mi? Ne gördü? Cumhurlanma çok sıkışık kapıyor bana. Bu şu kapıda sekir, öyle olay şu. Deyip ahir gayret geldim. Sekirdim, ana! Şu atman diyorsunuz. Ben ana dedim ha. Vay acaba bu derdimle alamadım. Neç vaktim beri muşeşçi derdimi takip et yok. Ben anam bu kadın derdimle almasın ben. Ben öyle yapmasam olur. Ben öyle yapmasam olur. Şunu derhal kolamdaki küllükünü açtım. Hepsi yerge yakınlıp bakan geçip diyordım. Azır kıyarlandım. Şu çağın ona toplaydım da mağalimden en mühim oldu. Eğer şu vakitte öyle bakana kolamda paraşüt olan doksa. Ben yalan gittim. Anamla kaçarak tek bir tıskıra alaktım. Yine bir nezme oydum. Neymişim anam bilen derdimi anama sözüm dedim. Jügürep basam mehriban anam. Menin kilişimde tutuyor tutken. Ben anamda hiç kimden kolu kovadı etmeden. Hiç kim gezmegen. Kalkın kolumun işi verken bir tetkisini açamayıp verdim. Anam, canım balam. Sen dünyanın en yakşı nakşı. Yani gidip senin avazın pek yakınlık. Sen dünyanın en yakşı nakşı olalaysan. Canım benim şu. Ana, Hürmetli görünmeler, görüntülerimizde hem tragediyalik hem komediyalik işler yüz verildi. Biz üçün keç gündüz gemimiz yegen, ana şu mehriban analarımız aman bolsun. Bizning har qanday bedellerimizni to'lab kelayotgan ham to'laydigan ana shu aziz onalarimiz aman bo'lsin.